رسول الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetinin qo'llangan shaytonning ozdirib ketishidan Allohga sig'inib panoh talab qilaman. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bizni butun koinotni yaratgan, bizni dunyo va oxiratlik nijotlik yo'li bo'lgan haq dini islom diniga hidoyat qilgan qudratli Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Olamlarga rahmat qilib avatilgan Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, shu janob Rasulullohning oilasiga, janob Rasululloh bilan birga dinni yetkazish yo'lida hech narsani aymay kech-kunduz harmay talmay jihad qilgan barliq sahobalarga, ularning yo'llarida izchil qiyomat kuni qadar davomlashib mangan barliq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli savodashlar, qarindoshlar. Biz bugun davomlashtirib kelayotgan janob Rasulullohning hayot tarixi haqidagi Rahiqul Maxtum nomli darsimizni davomlashtirish uchun biz bu yerga yig'ildik. Hammanglarga Alloh rahmat qilsin. Bugun o'qiladigan darsimiz Janob Rasulullohning hayot tarixidan Janob Rasululloh da'vatni oshkora o'ttirg'i olib chiqqandan keyin bu Makka mushriklarining taximi qoldirlig'i tutib, bu da'vatni qanday to'xtatish, bu da'vatning tarqilishining oldini qanday olish to'g'risida har xil vositalarni qo'llandi. Biz bugungi darsimizning temasi Asalibu shatta li mujabahati da'va degan yerdan boshlaymiz. Da'vatga qarshi turish uchun bu Makka mushriklarining qo'llangan usullari. Valamma faragat Quraysh min al-hajj fakkarta fi asalibin taqdi biha ala hazihi ad-da'wa fi mahdiha wa tatalakhasu hazihi al-asalibu fi ma yali. Mana Qurayshlar Hacı faaliyetinden baka oldu. Yani o arkalık muşu davetine öz ornudulam. Yine Mekke'nin sırtığı çıkartmayıp durup, şu Mekke'nin içidilam muşu davetini yoktuduğun bir usul vasıla hakkında oylandı. Mana bu Mekke müşriklerinin davetini yoktuş için kullanılan usul vasıtaları tüvenki noktalarda xulaslandı. Birincisi da'vatni yo'qotish uchun bu din dushmanlarininki jumladan Quraysh mushriklarininki qo'llangan usul vositasi musulmonlarni masxara qilish, musulmonlarni kamsindirish, ham sog'liq qilish, ham bu musulmonlarning aqida qilib kelayotgan bu dinning o'zini bu inkor qilish, yolg'onga chiqarish. Bu Alloh tomonidan tushirilgan haq din emas. Bu Muhammed özü to'qib chiqqan din deb bu dinning o'zini inkor qilish, payg'ambarning payg'ambarligini inkor qilish, ham janob Rasululloh musulmonlar o'ltirgan so'rindini ko'rsa, bu musulmonlar qarta kulib, yijib, sog'liq qilish vositalarini qo'llangan. Mana bular bu orqali musulmonlarga zarba berishni, hem ularning ma'naviy kuchini, irodasini acizlaştırışını məqsəd qılğan. Ondan keyin ular Peyğəmbər aleyhissalatu vesselamğa o məsxirlik töhmətlər, hem aqlsizlarca bo'lgan təşnam til ahanətlər bilan atdı. Ular Janob Rasulullohni bu jincha bo'lib qolgan sarang deb to'laydi. Mana mushu mazmunni Janob Allah Qur'onda tilga olib وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون
Sure Hajar'nın 6. ayeti. Mana bu Mekke müşriklere bu Kur'an çürülgen iş şahıs sen bolsan bir saran deydi. Ola bu Cenab-ı Resulullah'ın sihirgarlık bilen, kazzaplık bilen eyiplaydı. Mana bu mezmunu Cenab-ı Allah Kur'an'da tilga elip ve acibu en ca'ahum munzirun minhum ve qâlel kafiruna haza sahirun kezzab. Sure Sa'd'ın 4. ayeti. Ola özlerinin işinden özlerine Allah'ın azabını agahlandırğıcının kelgenliginden ayran kalıştı. Dedi kafir bu Allah bu sahir, bu kazzap deyişti. Ola o Cenab-ı Resulullah'ına naat üçmellik, aşı yalmuplan kim yutuvatıdığan, çişleplan kim yep yutuvatıdığan aynda qaraşı bilen, naat ayajallık, etilga xorazdek aynda iz tuygula bilen qarşı alattı, hem onu uzutatdı. Mana bu mezmunu Cenab-ı Allah Kur'an'da ve yakadul lezine keferu le yuzliqunaka bi absarihim lemma semi'u zikra ve yekuluna innehu le mecnun tefsir kaleminin 51. ayetinde dedi. Kafir boğalla sizni özlerinin közleri bilen yani çekçiyip qaraş arqılıq sizni xatalaştırış, sizni haqdan teyildirib atqıla tas qaldı. Ola Kur'an'ı anlığa vaktidir. Yani Kur'an'ı anlığa vaktimizde sizin közünüzün içine qarab, közleri bilen çekçiyip qarab, sizni xatalaştırış, hem sizni aqlın teyildirib etiş üçün, teyildirib etiş taslı qaldı. Mana bula deydi, çokum u olsun elbette saran, Muhammed saran işit. Hem Cenab-ı Resulullah'ın sahabularından aciz bicara kişiler Resulullah'ın etrafını ottasa, ola o Müslümanları sağlık kılattı, meskır kılattı. Ola bunda deyişetti. Mana bu Muhammed'in oturup kopuduğun sorundaşları, ajında aciz bicara kişilerdir deyişetti. Allah Kur'an'da dedi, mennallahu aleyhi min beynina. Allah olağa da bizden aramızdan muşu peygamberlikini ihsan kılıp, muş peygamberliği erişiş, yolu erişini de Allah aramızdan da olağını tallap, olağı ihsan kıptı mı diyecekti. Yine Allah dedi ki bu Mekke müşrikler aleyhissallahu bi'alemi bişşakirin. Allah şükür aytqıçılarına ondan bilmeyeceğimiz mi? Yani biz bak şükür ayttık demekçidir. Hem olanın özü Allah bizi sıkıp bergendek innellezine ecremu kanu minellezine amenu yadhakun ve izâ merru bihim yetegâmezun ve izâ qalabu ila ahlihim qalabu fekihin ve izâ re'avhum qalu inne haulâ ile dallun ve ma ursilu aleyhim hafizin. Sure Mutaffifinin 33. ayetçilik. Mana bu cinayetçi, mana bu müşrikler, bu kafir boğalla iman keltirgen kişilerin külüdür. Olanın kaşının özse, ola köz yumuş kılışıp, köz işaret kılışıp, eyipleşir. Ola öz ailesiga qaysa, naati xuşal halatda qaytdı. Mana bu Mekke müşrikleri ve Müslümanlarını görse, ola yoldan adaşkan kişiler. Ola tek siyasetini bilmeydiğen, cemiyetini bilmeydiğen, alemden haberi yok, ancak yoldan adaşkan insanlar değişiyor. Mana ola ulan nimekarı ve ma ursilu aleyhim hafizin. Mana bu Mekke müşrikleri o Müslümanların ki, o müminlerin kılavatkan işlerini, sözlerini onu hatırlayıp, şürüydüğün kılıp evetliyor. Olağı mesul emez. Olağın hiç kanda işi yok edi. Mana ola bu meskere kılıp sağlık etiş kişilerine acayip köp anvarattı. Köp elip vardı. Tekimi ola kadem bu Müslümanlığa Resulullah'ı tanık kılış, her kıl akaratlık sağlık kılış, meskere kılış külküllerine ipad. Mana bu Mekke müşriklere bunda qili ve kendiken bu işlavı Cenab-ı Resulullah'ın vücuduğa azrak tahsil gösterdi. Bu vakti Cenab-ı Allah dedi ki وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Biz seninki
Mana bu Mekke müşriklerinin, kafirlarning da'vatgan bu sözleri arqali sening qalbingning, ko'nglingninki sal siqilayotganligini biz obdan bilamiz. Allah Cenab-ı Resulullah'ını mezmut haq usuri to'g'izdi. Hem Cenab-ı Allah Resulullah'ını aşu sıkılışını ketkiziyotadigan ta'limotlarni, yo'l yo'riqlarni berdi. Cenab-ı Allah dedi ki fasabbih bihamdi robbika va kun minas sajidin. Siz Rabbingizga hamd aytish bilan tasbih ayting. Siz Rabbingizga sajda qilguvchilarning qatoridan bo'ling. Rabbingizga ibodat qiling, sizga o'lim kelganga qadar deb bu siqilishni ketkiziyotadigan birdan bir yo'l Rabbimizga tasbih aytish, Rabbimizga hamd aytish, Rabbimizga sajda qilish, Rabbimizga ibodat qilishdan iborat. Bu g'amlarni, siqilishlarni ketkizadigan ta'limotlarni Cenab-ı Allah bu Muhammed Aleyhisselam orqali, payg'ambarimiz orqali barliq ummati islomiga o'rgatdi. وقد أخبره من قبل أنه يكفيه هؤلاء المستهزئين حيث قال إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Cenab-ı Allah, Cenab-ı Resulullah'a aşu sağlık kılgan, mezgir kılgan kişilerge Cenab-ı Resulullah hakkında yüzünün tehditliğine bundan burun haber vergen idi. Allah dedi ki inna kefeynakel mustahziin. Biz sizge kartta o sağlık kılgan, mezgir kılgıçılarga biz tehditimiz. Onların cezasını biz verimiz. Olar Allah bilan taqa qo'shib boshqa ilahlarni qilgan, boshqa ilahlarga ibodat qilgandir. Olar bu qilmishining oqibatini bilib qoladi. Hem Cenab-ı Allah Resulullah'a ularning qilayotgan mushu qilmishi ularga oqibatda ig'ir bir baloy ofatni yetkazganligini xabar berdi. Cenab-ı Allah dedi ki وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sure En'am'ın 10. ayeti. Sizden ilgili Muhammed Aleyhisselam nurgulluğun peygamberler sağlık kılıngan boşundak meskir külkülerge kalgan edi. Mana bu peygamberlerini meskir kılgan, bu kişilerge onların meskir kılıp sağlık kılgan kılmışının akibat cezası onlara düştü dedi. Mana bu Mekke müşriklerinin Cenab-ı Resulullah'ın davet teşvikatını yo'qotish ve onu pasaytish, tarqilishning oldini olish uchun qo'llangan usul vositalarining ikkinchisi Cenab-ı Resulullah'ın davet teşvikatı haqida shak shubhilarni qo'zg'ash. Hem onun haqida yolg'on teşvikatlarni nayt quyuqlashtirish, ko'paytirish. Mana bular davet haqidagi shak shubhilarni nayt ko'p qo'zg'adi. Hem ular yolg'on teşvikatni qilish jihatda har xil san'at hunarlarni o'rgandi, hunarni ishga soldi. Avom xalqqa Rasulullohning davet teşvikati haqida o'ylanish, tafakkur qilishga hech qanday bir o'rin qoldirmagan holda bu Cenab-ı Resulullah'ın davet teşvikatiga qarshi turish uchun har xil saxta teşvikatlarni ib berish jihatda har xil hunarlarni ishga soldi. Ola Kur'an hakkında mundaq deydi. Azgası ahlam. Bu Muhammed'in keçileri düşken, düşerken bu arlaşma düşleridir deydi. Mana bu düşünü Muhammed keçileri körüp çıkıp, onu gündüzlükte tilavet kılıp okupurduğun arlaşma düşler deydi. Ve yine ola Kur'an hakkında bu Muhammed Kur'an'ın üst taraftan toqavagan deydi. Yine onda deydi innema yuallimuhu beşer. Mana bu Muhammed bu Kur'an'ı bir insan öğretken, ta'lim bergen deyilse. Yine ina haza illa ifkun ibtarahu ve anahu aleyhi kavmun akharun. Mana bu Muhammed'nin okuvatkan, oturgu koyuvatkan bu vahiy Kur'an degini başkalar Muhammed yardımlaşıp Muhammed to'qigan
bu efsane, hikaye çöçek, yalgan tokulma sözdür diyecekti. Yani bu Kur'an'ı vehiyini tokup çıkışta o Muhammed özünki hem savakdaşları bilen, şerikleri bilen ortaklaşkan, şerikleşken diyecekti. Ve kalu asatirul evveline iktetebeha feyyetumla aleyhi bukrata ve asila Sure Furqan'ın 50. ayeti. Dedi bu Mekke müşriklere bu Muhammed oturup koyuvatkan bu Kur'an, bu vehiy, bu etkiyerlik keşifte Muhammed'in küçülüp yüz verişine deppirilgen. Bu evvel kıla yezip kaldığın evvel kılanın hikaye çöçekleri dişetti. Bazı vaxtıda bu Mekke müşriklere bu Muhammed'in cini va, Muhammed'ki düşüdüğün Muhammed'in şeytanı va, xuddi cin şeytanlar kahinları düşkenler dişetti. Mana bu Mekke müşriklerinin bu Muhammed Aleyhisselam hakkında, Kur'an hakkında taqatkan her xil şübihilere, her xil yalgan saxtı teşvikatlarına qarta Cenab-ı Allah raddiye verip hel unabbiukum ala men tenazzalu şeyatin tenazzalu ala kulli affakin asib deb Sure Şuara'nın 222. fetide undaq diyen 222. ayetide men sizlarga şeytan qandaq odamga tushidi, kimlarga tushidi, men buni sizlarga deb beray. Mana bu şeytan günah ma'siyatga bulg'unib ketgan, günah ma'siyat patqoqlariga ketib ketgan har qanday bunda soxtibaz, kazzab, tuhmatchi kishilarga tushidi. Yani bu şeytan günah ma'siyat bilan bulg'unib ketgan, gunohkor, kazzab kishiga tushidi. Sizlar bilasizlar, mana bir yolg'onchilikni 40 yillik hayotini tajriba qilib ko'rib boqmadingmi? Menda bir fosiqlikni topmadingmi? Unda Qur'onni shaytonning tushgan narsalarining qatoridan deb qandoq qilasizlar? Ba'zi vaqtida bu Mekke mushriklari Janob Rasululloh haqida bu Muhammad bir xil sarangliq keslik giribtor bo'lgan deyishadi. Mana bu Muhammad kechilari ma'noli xiyol qiladi, ondan keyin uni shoirlar tuzganga o'xshash ajoyib go'zal bo'lgan bir so'zliklar ichida bu tuzib qo'yib chiqadi deyishadi. O Muhammad shoir, uning da'vatgan so'zi she'rdir deyishadi. Cenab-ı Allah ularga radiya berib ve şuara'u yettabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli vadi yahimun ve annahum yaquluna ma la yaf'alun. Sure Şuara'nın 226. ayet. Şairlar, ularga ozg'un kishilar ergishadi. Siz ularning har bir ma'naviy jangal ularning har birisi bu ma'naviy bo'lgan bir jilg'alarda jangallar qaymoq tushirayotganligini ko'rmadingmi? Ular o'zi qilmaydigan narsalarni deydi. Mana bu shoirlar sifatlanib kelayotgan bu 3 xil sifat. Mana bu sifatning hech birisi Rasulullohda yo'q. Mana o Cenab-ı Resulullah'a ergashgan kishilar to'g'ri yo'l topgan, kishilarni to'g'ri yo'lga haqiqiy yetaklaydigan kishilardir. Ular o'zim o'z dini, axloqiy faoliyatlari, umumiy ishlarida bu solih bo'lgan muttaqi bandalardir. Mana ularning ishlaridan qandaq bir ishda bo'lmasin, bir ozg'unlik deyishga bera uri yo'q. Andayken Peygamber aleyhissalatu vesselam xuddi shoirlar qaymoqib yurganga o'xshash bundaq jilg'alarda, o'nkirlarda qaymoqib yurmaydi. Balki o Rasululloh bir Parvardigor, bir Alloh, bir diniga, bir yo'lga chaqirdi. O Cenab-ı Rasululloh o'zining qiladiganini deydi. Hem o Rasululloh o'zining deganini qiladi. Onda qilmaydigan so'zlarini deydigan, hem o alakka Rasululloh o'zining qiladigan ishlarini deydi, ondan boshqani demaydi. Ve o'zining deydigan so'zni degan so'zlarini qiladi. Mana o Cenab-ı Rasululloh bunda she'riyat, shoirlikdan nada turibdi. She'r, shoirlar o Cenab-ı Rasulullohdan nada turibdi.
Mana Cenab-ı Resulullah ulağa, Cenab-ı Resulullah'a Kur'an, İslam'a qarşı qo'zg'agan her bir shak shubhi haqida qanoatlanarlik bo'lgan javob bilan raddiya berib keldi. Mana ularning qo'zg'agan shubhilarning eng ko'p qismi tavhidni cho'rdatmoqdi. Andaki Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine, onundakin ölüklerin tirilişi, onların kıyamet günü Allah'ın aldığı dünyada kılgan kılmışları için, hesap veriş için kıyamet meydanına toplanışını çördetmekti. Kur'an-ı Kerim onların tevhid hakkında taqatkan şek şubhilerinin her bir şubhiga reddiye verdi. Hem her tarafta muş meselini yoritkan, muş meselini yoritkan, hem Allah'ın ilahlarınınki o pek aciz ikenligini bayan kılıdığın o siyadiliklerini de koşup reddiye verdi. Mana muşu şunca ölçekşip etbağın kılmıştırgan, etbağın onların inkar kılıştırı. Onların gazaplarını kozgan nasa muşu buluşu mümkün. Amma şubhatuhum fi risaletin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fe innehum ma'a itirafihim bi sıdqin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve emanetihi ve gayeti salahihi ve takva kanu ya'taqiduna enne mensaben nubuvet ve risalet acel ve a'zamu min en yu'ta li beşer. فالبشر لا يكون رسولا والرسول لا يكون بشرا حسب عقيدتهم. Onların Cenab-ı Resulullah'ın peygamberliği hakkında taqatkan şek şubhileri, onlar Resulullah'ın rasulluğunu, Resulullah'ın nati işençilik bir kişi işkerliğini, o zatının gayet bir yaxşı, taqva bir insan işkerliğini itiraf kılgan bolsa-mı, onların Resulullah'ın peygamberliği hakkında taqatkan şek şubhileri, onlar çokum bu risalet, peygamberlik, elçilik bu mensibi, bu ademlerge berilişti mi en çoğun, en büyük bir mensep de akide qarattı. Ola özünün akidesi boyunca bu ademler Allah tarafından elçi kılıp evetilmeydi, hem Allah tarafından elçi kılıp evetildiğin kişi insan olmaydı deb akide qildi. Mana Cenab-ı Resulullah özünün peygamberliğini ilan kılıp, özünün peygamberliğine iman keltirishga chaqirgan vaqtida ular gangirab qoldi, tangirqab qoldi. Nima deyishni bilolmay qoldi. Yoki rostligini e'tirof qilib, peygamberligini e'tirof qillikmi yoki uni inkor qilamiz. Inkor qilsak, qaysi shaklda inkor qilamiz? Bu shaklda tangirqab qoldi, gangirab qoldi. Deyishdi ular ma lihazar rasul yakulu ta'ama ve yemshi fil aswaq deb Qur'onda o'tirib qo'yilganda, mana bu payg'ambarning o'ziga bu biz yeyotgan taomni yeb bozorda mengib nim bo'pti. Dedi ular Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu bir inson, bizga o'xshash inson deyishdi. Ma anzalallohu ala basharin min shay. Allah bir insonga ish narsani tushunmadi deb Qur'onda o'tirib qo'yilganligidek deyishdi. Allah ularga raddiya berib, "Qul man anzalal kitaballazi jaa bihi Musa nura va hudan lin-nas." Ondaqda Musa alayhisalom etgan kishilarga hidoyat, yetakchi nur bo'lib, Musa alayhisalom etgan kitobni tushungan kishi kim? Buni deb qo'yingsiz Muhammad alayhisalom. Tushungan zoti kim? Buna cevap verenlerden ola Musa aleyhisselam'ın insan ekanligini itiraf qilib, ya Musa aleyhisselam'ın Allah tarafından peygamber qilib evatliganligini belirtti. Olarga ham her bir kavm öz peygamberligiga, ularning peygamberligini inkar qilgan holatda öz peygamberlariga ورد عليهم أيضا
Mana ularning o'ziga ham raddiya berdilar. Har bir qavm o'z payg'ambarligi, ularning payg'ambarligini inkor qilgan holatda bunda deyishgan. In a'tum illa basharun misluna. Sizlar faqat bizga o'xshash bir inson deyishgan edi. Mana shu jumladan Janob Rasululloh payg'ambar qilib avatilibdi. Janob Rasulullohning qavmi bo'lgan arab mushriklarimi bu Janob Rasulullohga bu gapni deyishdi. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. Ularning payg'ambarlari biz sizlarga o'xshash inson. Haqiqatan sizlarni ko'rgandagidek sizlarga o'xshash insonmiz. Lekin Alloh o'z bandalarining xohlagan kishiga yaxshilik qiladi, ihson qiladi. Bu payg'ambarlar, elchilar bu insondan boshqa narsa bo'lmaydi. Bu payg'ambarlarning inson bo'lishi, bu payg'ambarlik vazifasi o'rtasida hech qanday bir taqoz kelgidek, sid kelgidek hali ish yo'q-ku. Deb raddiyabat. Hem çoğum ular İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsmail aleyhisselamның peygamberliğine itiraf kıldı. Ular hem peygamber hem insan idi. Ular özlerinin bu şek şübheleri üstüde izcil davamlışqa bir orun tapamadı. Dedi ular, Allah öz peygamberliğini götürüşke muşu miskin biçare, muşu yetimden başka kişini tapamaptı mı? Deyişdi. Allah bu Mekke ehlinin çoğunlarını, Taif ehlinin çoğunlarını bu taşlap koyduğun bu olmadı. Bu miskin biçare boğan bu yetimnin özünü bir elçi kılıp tutup ularını taşlap koyduğun bu olmadı. Mana bu mazmunni Cenab-ı Allah Kur'an'da tilg'ilib, "Laula nuzila va qalu laula nuzila hazal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik." Mana bu kafir bo'lganlik deyishdi. Bu shu Qur'onning o'zi ikki rayonning, ya'ni ikki qabilaninki cho'ng bir kishiga nima uchun bu Qur'on tushirilmadi? Ular Rabbimizning rahmati bo'lgan bu payg'ambarlikni ular bilib, ular taqsim qilamdiki, deb raddiyabat. Ya'ni vahiy bu payg'ambarlik Alloh tarafdan butun insoniyatga qilingan rahmatdir. Allah Qur'onda Allohu a'lam haysu yaj'al risalata. Allah o'zining payg'ambarligini nada qilishni o'bdan beradi. Sura An'amning 124-oyat. Mana ular shuningdan keyin yana bir shak shubhalarga yetkaldi. Dedi ular, dunyo podshohlarining elchilari bular bu xizmatkorlardan o'zining xususiy kishilaridan bo'lgan jamoat to'pning ichida bo'ladi. Mana bu noiti hayvat, hashamat, ulug'lik bilan manfaatlanadi. Ularga dunyodagi hayotlik sabablarining hammasi to'liq qilinadi. Ondan bo'lganda bütün kainatning egisi bo'lgan Allohning insoniyatga avatgan elchilari mana bunda hashamat ishlik yo'q-ku deyshadi. Muhammadning holi nima? O bir turmush loqma taomi uchun, yashash loqmasi uchun bozorga ishtirilib yuradi. O da o'zini Allohning elchisi deb da'vo qilyapti. Bu Muhammadning holi nima deyshadi. Mana bu mazmunni Cenab-ı Allah Kur'an'da bayan qilib, "Laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nazira aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha fa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura." Sura Furqonning 8-oyati. Mana bu Muhammadning o'ziga bir malaika nima uchun tushirilmadi? Bu malaika Muhammad bilan birga ogohlantiruvchi bo'ladi. Ya o Muhammed'nin o'ziga bir xazina va kon tashlanmaydi, yoki uningdan mevalarini yeydigan jannat, ya'ni bog'i bo'stonliqlar bo'lmaydi. Dedi zolim bo'lgan kishilar, bu faqat lakim sizlar sehr qilingan sehrgar, sahir bir insonga ergishyotsizlar deydi. Cenab-ı Allah onların şek şübhelerine Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi ekanligini,
O zatning eng muhim xizmati Allohning risolatini hayotlikka cho'ng kishik, ojiz kuchlik ulug' odatdagi hur va qul barliq insonlarga bu risolatni yetkazish ekanligini bayon qilish orqali qiladi. Agar bu Muhammad alayhisalom bir hashamat ichida, ulug'liq ichida ham xizmatgoh ichida o'zining xusus kishilari, o'zining maxsus qarovul guruhlarining ichida tursa, dunyo podshohlarininki elchilariga o'xshash. Mana bu Muhammad alayhisalom qishiga ojiz kishilar, sal ushoq kishilarning o'zi bu Muhammad alayhisalomning risolatini, payg'ambarlik haq so'zlaridan foydalanish uchun uning qishiga yetib borolmaydi. Ular dahi odamlarning ko'p qismidir. Ondaqda bu risolatning manfaati yo'q bo'ladi, bu risolatning tilga og'uchilik foydasi qolmaydi. Ammo ularning o'lgandan keyin tirilishni inkor qilishi, mana bu ularning o'zini faqat ta'ajjub qilish, ham yot sanash, aqliy jihatdan chiroq sanashdan boshqa ma'noyi sababi yo'q edi. Ular deydi: "Ayza mitna va kunna turaba va izaman inna lamab'usun ava abauna al-awwalun." Sura Saffatning 17-oyat. Biz o'limiz. Biz tuproq aylanamiz. Halbuki so'ngaklarimizning hammasi chirib tubulab yurdi. Biz albatta yana tirilguchimi? Yoki bizning avvalgi ota-bobolarimiz tirilib qolibdimi? Deyishadi. Ular deyishadi zalika rajulun ba'id. Mana bu intayin jiroq bo'lgan bir qaytish va aqlga sig'maydi deyishadi. Ular dahi bu o'lgandan keyin tirilib Allohning oldida hisob berishni yot sanash. Bu jiroq sanash yo'li asosan bunda deydi: "Hal nadullukum ala rajulin yunabbiyukum iza muzziqtum kullu mumazzaqin innakum la fi khalqin jadid. Aftara ala Allahi kadiban am bihi jinnah." Sizlarga bütün jasadlaringning hammasi to'proqning ostida bu poch qilinib ketsanglar, sizlar taqa albatta yangi bir yoritilishda ko'z ochsalar, yangi bir yoritilish ichida bo'lsalar deb xabar beradigan bir insonning qishiga boshlab qo'ymaymizmi? Mana o Allohga bir yolg'onni to'qidimi yoki uningda bir jinlik bormi deyshadi. Ularning deyishida mundaq deydi: "Amautun summa ba'sun summa hashrun hadisu khurafatin ya ummu amri." deyishdi. O'lish, ondan keyin o'lgandan keyin tirilish, ondan keyin Allohning oldida hisob berish uchun to'plashish bu xurafiy bo'lgan bir so'zdir. Ey ummu amri deb she'rlarni, nazmlarni to'qigan. Mana Cenab-ı Allah ularning o'ziga ularga dunyoda bo'layotgan ishlarni ko'zish orqali raddiya berdi. Zalim o'zining zalimlik jazosini tatmay turib o'ladi. Mazlum zalimdan o'z haqqini olmay turib o'ladi. Yaxshi ish qiluvchi o'zining yaxshi ishining mukofotini olmay turib o'ladi. Gunohkor eski insonlar o'zining eski qilmishining jazosini tatmay turib o'ladi. Agar o'lgandan keyin tirilish, hayotlik ham o'lgandan keyin bu jazo mukofotli bo'lmasa, undaqda ikki guruhning minbaqi, ikki guruhning hech qanday farqi yo'q. Balki taq zolim, gunohkor inson taq mazlumdan, yaxshi insonlardan baxtli yashagan bo'ladi. Bu mutlaqo aqlga sig'maydi. Allohning o'z maxluqotlarining nizomini bundoq buzuqchilik ustiga qorib chiqish hech qachon tasavvur qilinmaydi. Mana bu mazmunni Alloh taolo bayon qilib, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun." Sura Qalamning 36-oyat. Biz musulmonlarni dunyoda gunoh, ma'siyat, jinoyat bilan hayotini o'tkazgan kafir insonlarga o'xshash qilamizmi? Sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqaryapsiz sizlar? Yana Allah annaj'alul ladzina amanu va amilus solihat kal mufsidina fil ard, annaj'alul muttaqina kal fujjar.
Biz iman keltirgan, yaxshi amallarni qilgan kishilarni bu zamonda buzg'unchilik bilan shug'ullangan buzg'unchi kishilarga o'xshash qilamizmi? Yoki muttaqi kishilarning o'zini gunoh ma'siyatning bulg'anmalari bilan bo'lg'anib ketgan gunohkor insonga o'xshash qilamizmi? Yani dedi Allah, "Em hasibellezine istarahus sayyiat en nec'alehum kellezine amenu ve amilus salihati sevâen mahyâhum ve memâtuhum sâ'e mâ yahkumun." Sure Câsiye'nin 21. ayeti. Mana bu günah ma'siyat eskilikni bo'lishini qilgan insonlar biz ularni iymon keltirgan yaxshi amallarni qilgan kishilarga o'xshash qilamiz deb o'ylab qoldimi? Ularning hayot mamotligi o'xshashli bo'ladi deb o'ylab qoldimi? Unda o'ylagan bo'lsa, unda xiyol qilgan bo'lsa, ularning chiqargan hukmi nima degan eski? Nima degan nachar? Ammo aqliy jihatni jiroq sanash kelsak dedi Alloh taolo, bu aqliy jihatni jiroq sanashga raddiya berib, bu sizning yoritilishinglar og'irroq, qattiqroqmi, mushkulroqmi yoki osmonning yoritilishi mushkulroqmi? Sura Naziyatning 27-oyati. Yine Allah evelem yarav ennallâhellezî halaqas semâvâti vel arda ve lem ya'ye bi halqihinne bi qadirin ala en yuhyiyel mevta bela innehu ala kulli şeyin qadir. Ola şu ayakta oyunluk görmem. Allah asman zımını yarattı. Mana ularni yaratışta hech qanday qodir, charchash his qilmagan zot bu o'lgandan keyin o'likni tiriltirishga qodir emasmi? Balki o Allah har qanday narsani qilishga qodirdir. Deyish orqali ularninki bu o'lgandan keyin tirilishni aqliy jihatdan jiroq sanashga raddiya berdi. Dedi Allah Taala: "Va laqad alimtumun nashatal ula falawla tadhakkarun." Sizlar dunyoga tunji qatim tirilib dunyoga ko'z ochganingni bildi ama ondaqdan nima uchun sizlar bu haqiqatni eslamaysizlar? Tunji qatim dunyoga ko'z ochganingni bilgan ekansizlar, sizlar o'lgandan keyin tirilish haqida ozroq o'ylansanglar kim bu aqliy jihatdan bu uyg'un bo'lgan bir mantiqiy qoida bo'ladi. Demek o birinci qatim yaratilish sal tasroq. İnsani aql bo'yicha qilib aytgandir. O bir qatim yaratilib dunyoga o'lgandan keyin ikkinchi qatim yaratilish bu aqliy jihatdan qilib aytganda bu oson. Mana bu aqliy jihatdan tonilib kelgan, o'rib bo'lib kelgan masalaning orasida o haliga qaytadan qarashtirish bu o'ng'ayroqdir. Mana bu mazmunni Allah ahvanu alay deb tilga oldi. Yani Allah qo'ng'aydir, qaytadan yaratish. Yine dedi Allah Teala kema bada'na awwala xalqin nu'idu. Biz tasfida qandaq başlagan bo'lsak, yaratishni ikkinchi qatim yana qaytadan yaratamiz. Yine dedi Allah afa'ina bil xalqil awwal. Biz birinchi yaratishda erishni, charchashni his qildikmi? Yo'q. Birinchi qatim yaratishni bu birinchi qatim yaratishda erib qolmagan ekanmiz, ikkinchi qatim qaytadan yaratishga qudratimiz yetadi, kuchimiz yetadi. Ya'ni shuning o'xshash ular qo'zg'agan har bir shak shubhilarga bu har bir aql egisini qanoat qiladigan bu din dushmanlarini, Makka mushriklarni bunda shak shubhilarni taqatgan kishilarni kallasini yerga egdirdigan, kallasini bas qildigan mundaq raddiyada javob berdi, raddiya berdi. Lekin ularning o'zi bu zamonda ustunlikni iroda qiladigan va o'z fikrini butkul xalqqa tanladigan bundaq mutakabbir va qalaymaqonchilik tug'diruvchi insonlar. Ular o'zlarining bu chekidan eshishlarida davomli qaymoq tushirdi. Mana bu Makka mushriklarining bu Janob Rasulullohning da'vat tashviqoti haqida qo'zg'agan ham uning qarshi qo'llangan vositalarning uchinchisi kishilar bilan Qur'onni anglash o'tirishida to'sqinlik qilish. Hem bu Qur'onning o'zini avvalqilarning hikoya cho'chaklari deb o'tirib qo'yish. Mushriklarning o'zi mushak shubhilarni qo'zg'ashga yondab
Bu kişiler bilen ularning Qur'onni, İslamiy da'vatni mümkün bo'ladigan barliq İslamiy da'vatni anglash yo'lida mümkün bo'ladigan barliq yo'llar bilan to'sqinlik qildi. Ular kishilarning o'zini tafsirib qo'g'laydi. Hem qalaymiqanchilik g'avg'olini chiqarib, har xil naqshi-navolini, har xil uyullarning o'zini o'ynaydi. Ular Rasulullohning da'vatga tayyorlanayotgan yoki Rasulullohning namoz o'qiyotgan, Qur'onni tilovat qilmoqchi bo'lgan holatlarini ko'rganda, ular har xil varang-cho'ringlarni, har xil g'avg'o qalaymiqanchiliklarni to'ptirdi. Bu vaqtda Cenab-ı Allah ve qâlellezîne keferû lâ tesma'u lihâzel Kur'an velgav fîhî leallekum teglibûn. Kafir olan kişiler dedi ki bu Kur'an kulak salmanglar. Bu Kur'an'ı eğleştirip ettiğinler. Sizler şunda kılsanlar galebe kılsınlar dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ularning yig'inlari, ularning shig'ri so'rovlarida Qur'onni ular tilovat qilish, o'qib bilish imkoniyatiga ega bo'lolmadi. Faqat nubuvvatning 5-yilning oxirlarida bo'ldi. Mana bu ham taxa ushtumtut yo'li orqali bo'ldi. Ular taxa Janobi Rasulullohning tilovatini boshlashdan burun bu Qur'onni tilovat qilish maqsadini his qilmaydi va bilmagan edi. Bilmey turib ushtumtut talat qilan kim ayda o'qilganda andan keyin o'qish imkoniyatiga oldi. Mana bu Qurayshlarning shaytonlarining besirab atalgan Nazr ibn Haris degan badbaxt Hirat degan shaharlarga kelib bu yerda Fars podshohlarining so'zlarini tarixda nom chiqargan bu qo'mondan Rustam Ispandiyarning bu jang tarixi so'zlarini o'rganib kelib Rasulullah Allah'ını əsirtiş, Allah'ın cazasından agahlandırış üçün verə sorunda otta salam, bu bədbəq Rasulullah'ın ağısını otturattı. Deydir bu bədbəq, mən Allah olan qasam Qurayşlər cəmaətdə bu Muhammed'in yaxşıraq sözləyim. Andikin olağı Fars padişahları, Rustam İspandiyarının tarixləri haqqında sözləydi. Andikin deydir bu bədbəq, mana bu Muhammed menden nim bilan yaxshi so'zlaydigan bo'ldi. Ondan men yaxshiroq so'zlayman dedi. İbn Abbas'ın rivoyatida cho'qim bu Nazr ibn Haris degan badbaxtning o'zi bir usulchi bir ayolning o'zini bu ijaraga olib setib olgan edi. Bu islomni maqsad qilgan bara odamni anglamaydi. Anglabla qolsa uning qishig'i bordi, uning va u kishining o'zining shu setib olgan usulchi, naqshchi ayolning qishig'i bordi. Deydir bu badbaxt onunğa taam və onu hüquqsuzluq və onu andaqıl onu naqsh to'lab dedi. Mana mushu usumi Muhammad seni chaqirayotgan chaqiriqdan mau yaxshi dedi. Mana mushu badbaxt haqida Alloh taolaning va minan nas man yashtari lahval hadis liyudilla an sabilillah degan oyat tushdi. Odamlarning ichidan mundaq Allohning zikridan qaytiradigan behuda so'zlarni setib oladigan kishilar bor. O orqali Allohning yo'lidan ozdirish uchun Tafsir Luqmonning 6-oyat. Mush oyat shu badbaxt haqida tushgan. Allah hammamizda bu Janob Rasulullohning hayot tarixidan manfaatlanish, Janob Rasulullohning hayot tarixini o'qish orqali Janob Rasulullohning da'vatni elib berish jarayonida topgan riyozatlari, jafo mushaqqatlariga sabr qilishdek isil xislatlarini o'rganishimiz, da'vatni izchil davomlashib mangishdak yaxshi xislatlarni o'rnak qilib mangishga Alloh muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.